Mashhur opa, Zeper o'zi nima? Zeperni davosi bormi? Davolangan taqdirda ham butun umr asorati seziladimi? Zeperer bu bolalarda uchraydigan nerv sistemasi bilan bog'liq bo'lgan kasallik bo'lib, asosan bolani nutqini orqada qolishi hamda ruhiy faoliyatida buzilishlar bilan kuzatiladi. Bunaqa bolalarimiz Zeperer bilan kasallangan bolalarimizda so'z boyligini yo'qligi yoki juda ham kamligi, bolada fikrlash qobiliyatini pastligi, so'z boyligi bolada yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Bunaqa bolalarimiz bolani so'zlarini tushunmasligini ko'rishimiz mumkin bunaqa bolalarimizda. Undan tashqari hamda giperaktiv yoki diqqat tarqoqligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Zeperer bolalarimizni asosan albatta bu kasallikning davosi bor. Ya'ni qanchalik erta muddatda bolaga bu tashxis qo'yilib, erta muddatda lecheniya boshlanadigan bo'lsa, bemor 100% bu holatdan chiqib ketadi. Agar ko'p holatlarda shunaqa uchraydi, ota-onalarimiz farzandini bizani nevrologlarning ko'rigiga kech olib keladi. Ya'ni 5 yoshdan keyin, 6 yoshda, ayrim holatlarda 7 yoshda ham olib keladi. Bunaqa holatlarda albatta natijasi kam bo'ladi. Zepererni davolanishiga keladigan bo'lsak, hali aytib o'tganimdek, qancha erta bemorga Zeperer tashxisi qo'yilib, mana shu tashxis bilan davolanish ishlari olib boriladigan bo'lsa, bolalarda natija juda ham yaxshi bo'ladi. Undan tashqari, Zepererni davolashda asosan kompleks lecheniya qilinadi. Ya'ni nevrolog muolajalaridan tashqari, nevrologik muolajalardan tashqari bemorlarimizga logoped defektolog mashg'ulotlari, agar kerak bo'ladigan bo'lsa neyropsixolog konsultatsiyalari tavsiya qilinadi. Undan tashqari albatta ota-onalar uyda bola bilan o'zlari doimiy shug'ullanib turishlari kerak bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, albatta ko'p holatlarda Zepererni asoratini qolishiga ota-onalar sababchi bo'lib qolishadi. Chunki bolam o'zi gapirib ketadi, o'ziga qo'yib beramiz. Masalan, ozgina kutib qolishadi. Bu o'rinda o'zi bolaning yoshi katta bo'lib qo'yadi va bolada qaytmas o'zgarishlar yuzaga keladi. O'shaning uchun qancha erta Zeperer bor bolalarni nevrolog ko'rigiga olib kelib, qancha erta lecheniyalarni boshlaydigan bo'lsak, nevrologik, logoped mashg'ulotlari kompleks umumiy natijalarni umumiy davo choralarini boshlaydigan bo'lsak, bu holatda bolalarimiz 100% Zeperer tashxisidan tuzalib ketadi. Agar qancha kech murojaat qilinadigan bo'lsa, albatta qandaydir asoratlar qolishi mumkin bo'ladi.